uni g'alati qo'shnilar bezovta qilgan. Shu hafta men yangi uyga ko'chib o'tdim. Menga bu kvartira juda yoqdi. Tinch hudud, keng oshxona va hammom, yorug' xonalar va derazadan ajoyib manzara. Ammo bir kamchilik bor edi. Mening juda shovqinli qo'shnilarim ham bor edi. Bizning kvartiralarimizning devorlari hammom va yotoqxona tomonidan birlashgan edi. Kun bo'yi deyarli har doim ular oshxonada mebelni ko'chirishar, baland ovozda musiqa eshitar va devor ortidan ba'zida bolalarning yig'isi eshitilardi. Dastlab men bu shovqinga e'tibor bermaslikka harakat qildim. Lekin bir kun sabrim tugadi. Bir kuni bir voqea sodir bo'ldi. Shu kuni men ishdan kech qaytdim. Uxlashdan oldin stressdan xalos bo'lish uchun dushga tushishga qaror qildim. Qo'shnilar odatda bu vaqtda shovqin qilmasdi. Shuning uchun nihoyatda tinchlanib, dam olishim mumkin edi. Hamma narsa yaxshi edi. Suvni o'chirmagunimcha va devor ortidan kimningdir shivirlashini eshitmagunimcha. Bir nechta odam past ovozda gaplashayotgan edi. Xuddi devor ortidan. O'zimni noqulay his qildim. Xuddi kimdir menga qarab turganday edi. Zudlik bilan sochiqqa qo'l uzatib, o'zimni yopdim. Shu payt kimningdir kulgusi eshitildi. Bu endi barcha chegaralardan oshib ketdi. Ichimda norozilik bilan aytdim. Hamma devorlarni sekin-asta tekshira boshladim. Yarim daqiqa o'tib, rakvina orqasidagi yoriqni topdim. Buni ko'rib hayron qoldim va chinakamiga qo'rqib ketdim. Nahotki kimdir meni kuzatib turgan bo'lsa. Barcha jasoratimni to'plab, teshikka yaqinlashib zimdan kuzata boshladim. Yuragim ko'kragimdan chiqib ketganday tez urardi. Ammo hech narsa ko'rinmadi. Faqat qizil rang. Ha, menimcha balki bu devorga yopishtirilgan gul qog'oz bo'lsa kerak. Xayriyat, dedim va o'zimga o'zim yengil nafas olib hammomdan chiqdim. Shu tuni hech qanday shovqin bo'lmadi. Ertasi kuni ishga ketayotganimda bir ayolni uchratdim. U biroz eskicha kiyingan edi, lekin juda samimiy ko'rinardi. U o'zini tanishtirdi va qo'shni ko'chada yashashini aytdi va gap boshladi. Umid qilamanki, mahallamiz sizga yoqyapti. Tinch joy, tavba, lekin negadir bu yerlarga hech kim ko'chib kelmaydi. Ha, to'g'ri, hammasi yaxshi, faqat bir narsadan biroz xavotirdaman, dedim. Xo'sh, nima ekan? Deb so'radi xavotirlanib. Ushbu mahalla tinch, bu yaxshi, lekin qo'shnilarim juda shovqinli, halovatim yo'qdek. Bugun ular bilan gaplashgani boraman. Aytingchi, mabodo siz ularni tanimaysizmi? U menga qarab shunday dedi. Siz 2-qavatda 4-xonadonda yashayapsiz, to'g'rimi? dedi. Ha, to'g'ri. Nima, men bilmagan biror narsa bormi? deb so'radim hayron bo'lgancha. Haligi ayol esa gapida davom etdi. U yerda avval bir oila yashardi. Ularning o'g'li bor edi. Juda g'alati bola edi. Juda ham oq sariq yuzli, ko'zlari ham qanaqadir qizil edi. Xuddi ko'zining qon tomirlari yorilib ketgandek. U qo'shnilarining bolalarini qo'rqitishni yaxshi ko'rardi. Men biroz hayron bo'lib, qo'rquv aralash javob berdim. Axir ular hali ham yashayapti-ku, to'g'rimi? Har kuni ularni ovozlarini eshitaman, dedim. Ayol o'zini biroz g'alati tutib, jim bo'lib qoldi va shunday dedi. Buni hamma bilar edi-ku. Avvalgi yashab ketgan odamlar ham. Men o'ylagandimki, sizga mahalladagi odamlar allaqachon bu haqida gapirishgan deb. Ayolning bunday vahima ohangda gapirishidan meni vujudimni qo'rquv qopladi. Xayolimda kechagi hammomdagi devor teshigini esladim. Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Ular bu uydan ko'chib ketishganmi yoki deb dahshat ila so'radim. Lekin javob bermadi. To'g'rirog'i, u xuddi qayergadir yo'qolganday g'oyib bo'ldi. Men esa sekin boshimni ko'tarib,
Qo'shnilarimning derazalariga qaradim. U yerda esa